Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana biz mana shu yerni foto salonni kecha qurib bitkazdik aziz yurtdoshlar. Sizlarga xizmat ko'rsatish uchun va qo'ldan kelgancha go'zal va yaxshi manzaralarni tashkil qilishga harakat qildik. Kira kelishda mana shunday kelin-kuyovni go'zal suratlarini qo'ydik. Bu tarafda mana oynalarga yaxshi effekt berishga harakat qildik. Bu tarafda mana o'zimizni Iskandar brendimizni qo'shdik. Kelin-kuyovlar kelganda mana xizmat ko'rsatamiz, tag'in qanday xizmatlari bo'lsa. Mana shunday sopqalarni irib chiroyli qildik. Mana bu manzaralar xuddi shu manzarani ichida tushayotgan effektini berayotgan darajada qilib suratlarni chiroyli qilib ildik. Bu tarafda ham xuddi shunday. Bu yoqda ham 3 ta manzara, mana shunday 3 ta manzara bor. Mana bu tarafdan xuddi mana shu yerda suratga tushgan odam mana shu nimalardan lestnisadan chiqib ketayotgandek effektini bera oladi. Yaxshi bir zona qildik. Mana bu yerda kelin-kuyovlarimiz uchun yaxshi bir yurak tashkil qildik. Mana bu yuragimizni qaraylik. Bu yuragimiz yonib turadi, yonib uchadi, xuddi yurak gup urgandek. Bu yerda esa mana bodomni gullagan faslida mana shunday bodom gullarini ildik. Bu yerlar esa mana gulzor, gul manzaralari qilib chiroyli qildik. Savatlarni ildik, mana chiroyli qilib sizlarni kelishlar suratlarga tushishlari uchun kapalaklar ildik. Mana bu yerda esa yaxshi bir kresloni spetsialniy zakaz qilib olib keltirdik sizlar uchun. Mana shu yerda o'tirib suratga tushishlaring uchun. Hamma joyga mehr berib ishladik sizlarni kelib shu yerda suratlarga tushib, shu yerda yaxshi bir taassurotlar qoldirishlaring uchun aziz mehmonlar. Mana bu nimalarimizni ichiga tushib suratga tushishlaring mumkin, ichiga kirib, bu yerda ichiga kirib yaxshi suratlarga tushishlaring mumkin. Bu yerda esa mana shunday yaxshi bir zona qildikki, sizlarni shu yerga kelib, shu yerda suratga tushib, shu yerni ichida turgandek effektini beradigan, shunday qasrlar sizlarga nasib qiladigan darajada qilib ishlashga harakat qildik aziz mehmonlar. Mana bu tarafida yana shunday bir zona. Bu taraf ham chiroyli zona qildik. Mana bu 3 ta manzarani boshqalardan qaytarib bir videoga olasam o'g'lim. Keyin mana bu joylarni qildik aziz mehmonlar sizlar uchun. Mana bu yerda mana gullar, katta gullar, yaxshi bir manzara berib turibdi. Bu tomonda oynada ham ko'rinib turadi. Bu tomonda esa yaxshi kelin-kuyovlar o'tirib suratga tushishlari uchun yaxshi bir zona qildik. Mana shunday o'tirib tushishlari uchun. Bu tarafda esa mana shunday yaxshi gullarni, zonalarni qildik. Bu tarafida ham. Bunday kelishda kelin-kuyovlar uchun mana shunday yana bir yaxshi manzara. Keyin yana bir varata ham tashkil qilib qo'ydik. Kelin-kuyovlar kelganda mana kuyov taraf, kelin taraf bitta do'mimiz ham bor. Do'mimizni ketib chiroyli rasmlarga tushishlari mumkin. Bu varatani endi spetsialniy uchun qildik. Mana shunday zonalarni qilib qo'ydik. Razvлекательный zona bo'lar. Bu ham nima desam bo'ladi? Ham manzara, ham razvлекательный zona. Bu tarafda mana o'zimizni perivalimizni reklama qildik. Buni tagida shu vazzob suvlar oqib turgan darajadagi effektni beradi. Mana vazzob suv, bitta o'zi suv hammasi avtomatik yurib turadi, hozir o'chirib qo'yilgan. Bu yerda mana mashinalar perivalga kirib chiqib ketyapti. Vazzob tog'larini nimasi, bu yerda ham o'tirib yaxshi bir suratlarga tushishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ham turib suratga tushishlaring mumkin. Bu joylar ham chiroyli manzaralarni beradi. Kelib suratga tushishlaring mumkin. Keyin mana shu yerga bitta yaxshi kabinet ham qildik. Har bir insonni hayotda yaxshi bir kabineti bo'lishni orzu qiladi. Shuning uchun biz ham kelin-kuyovlarga shunday narsani taqdim etamiz degan holda shunday bir kabinet tashkil qildik. Bu kabinetimizga kelib suratga tushishlari mumkin. Keyin mana shunday bir ochiq nimamiz bor. Bu yerga suratga tushib, sirazi shuni suratlarini qilib qo'yamiz. O'sha kunning o'zidayoq xizmat ko'rsatishimiz shu darajada hozir yaxshi qilyapmizki, suratga tushib qo'yib qo'yamiz. Kelin-kuyov ketishida shu kabinetdagi suratini olib ketish ham mumkin. Mana shunday yaxshi joylarni qilib qo'ydik aziz mehmonlar, kelishlaring mumkin. Marhamat.
hammalaringni kutib qolamiz. Bu yerda endi qo'ldan kelgancha sizlarga yoqadi deb mehr bilan ishladik. Kelib mana yaxshi ko'rishlaring, nima qilishlaring mumkin. Mana shu manzarani ham bitta chiroyli videoga olgan bo'lib, bu o'g'lini qanday yaxshi bir manzaralar qilib qo'yganmiz sizlar uchun. Do'stlar, marhamat, kelishlaring mumkin. Hammalaringni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.